Bugun sizlar bilan O'zbekiston Shvetsariyasi ko'plab mahalliy va xorijiy sayyohlarning sevimli maskani Miraki turizm mahallasi tarixiga yuzlanamiz. Miraki so'zining ma'nosi turk va fors tillaridan olingan bo'lib, maysazor ko'klam, mirlardan oqadigan suv degan ma'noni anglatadi. Mahalliy aholi uni vaqtida mir amirlar, beklar kelib dam oladigan maskan bo'lgani uchun shunday ataladi deb o'ylashadi. Ularning aytishiga qaraganda, qishloq tarixi qadim o'tmishda unda yashab o'tgan Mir va Oqil ismli aka-ukalar bilan bog'liq. Ular xalq orasida inoqlik va baraka timsoli hisoblanib, donishmandlik va bilimdonlikda aka-ukalarga teng keladigani topilmas edi. Qishloqning ko'kalam zo'rlashtirilishida va aholining hamjihat bo'lishida Mir va Oqilning hissasi katta bo'lib, keyinchalik mahalla aka-ukalarning xotirasiga atab Miroqil deb nomlangan. Oradan asrlar o'tib bu nom tildan tilga Miraki bo'lib moslashgan. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida joylashgan bu qishloq 1986-yildan shaharcha maqomini olgan. Mirakiga 2024-yil turizm mahallasi maqomi berilib, bugungi kunda yiliga 1 milliondan ortiq mahalliy va xorijiy sayyohlarga xizmat qilmoqda. Xo'sh, siz bu mahalla tarixi haqida yana nimalarni bilasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring.